Assalomu alaykum akalar. Bugun 9-avgust, hafta kuniga yakshanba. Chiroyli qilib it bozorini videoga oldik. Chiroyli qilib sizlarga qo'yib beramiz. Iltimos, poddeshka qilib olishlaringizni so'raymiz. Like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. It bozori bugungi holatlari yaxshi. Itlarimiz chiroyli qilib yoritib beramiz. Iltimos, poddeshka podlisani ezib olasizlar akalar. Akalar, bozorimizga Akita uyini chiqibdi. Urg'ochi. Sikpochkalarni qaranglar. Mana o'zimiz olib chiqdik, o'zimizni qator. Akitamiz urg'ochi. Urg'ochini 1 million so'm qilib beramiz. Dalmatinlarimiz 2 dona qoldi. Bir erkak, bir urg'ochi. Ularning narxini 1 milliondan qilib beramiz. Mana dalmatinlar holatlari zo'r, hammasi ovqat yeyapti. Bir erkak, bir urg'ochi. 1 milliondan, bu yer 1 million so'm kami bor. Dumlari ham qayrilgan, toza qonli. Akalar, bozorimizga ovchi itlarimiz chiqibdi. Bularda zotda kuzxar bilan dirat xarti bolalar ekan. Dumlari tayyor, kesilgan. Bu itlar qaysi itlar desangiz, stoykaga turadigan bo'ladi. Sal yirikroq, uyga qo'riqchilikka olsalaring juda ham aqlli va odobli bo'ladi. O'zini axlatini ham hattoki ko'rsatmaydigan itlar deb shuni aytishadi. Bular qo'riqchilikni yaxshi qiladi. Agar ikkitasini olsalaring, bemalol chebori, tulki-pulkilarda haydaladi. Bular o'vga ham zo'r bo'ladi. O'vga ishlatgan akalarimiz bo'lsa, suvga ham hech nimaga qaramasdan shunday tushib ketaveradi akalar. Yeyishlari zo'r, 1,5 oylikdan o'tgan. Yeyishlari zo'r, holati vashshi udar. Buni ota-onasi toza qon, video syomkalarigacha bor. Narxini $100 deyapmiz. Kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bular kuchuklar kamayib ketyapti. Mana sizlar chop chiqib qo'ydi akalar. Garantiyasi bilan bularning yirikligini qaranglar. Ancha yaltirab turibdi kuchuklarimiz. Mana yosh bolalarga ham bersalaring maza qilib o'ynaydigan kuchuklar bo'ladi. Juda ham odobli, aqlli bo'ladi. Bular tez komandaga o'rgatsalar ham bo'ladi akalar. Uchta jigarrang, 3 ta qorasi bor, 3 ta erkak, 3 ta urg'ochisi bor. O'ta ham sho'x kuchukchalar. Ko'p akalarimiz kommentariyada arqonlarni ham ko'rsating, remenlar deyapti. Akalar, tishli remenlar 150 ming so'm, ko'jalar 2 qavat, 3 qavatlilar 120 ming, 100 mingdan qilib beramiz. Tikonlilar, pitbullarga, dobermanlarga bular ham 100 ming so'm. Ovcharka, dalmatin, akitalarga bular 50 ming so'm. Mana shunisi bor, bularni ham 50 ming qilib beraman tishlari. Katta kuchuklar uchun mana zanjirlar, Xitoy zanjirlarimiz 100 ming so'm chirimaydigan. Ular 50 ming, 30 mingdan kelar. Yerga qo'yishyapti. Strogilarimiz bor. Bularni ko'chada aylantirib yurganda, aytganlaringga kirmaydigan itlaring bo'lsa. Metrajli iplarimiz ham bor. Metrlari 5 ming, 6 mingdan kelib kuchuk olsalaring chiroyli qilib beramiz. Akalar, bozorimizga alabay chiqibdi. Egalar alabay deyishyapti. Necha oylik bo'ldi? 1 oydan o'tibdi. Uchalasi ham erkak ekan. Shu o'rtadagini ko'taringchi, holatlarini ko'rsatib qo'yaylik. Alabaychalar narxlarini 1 million so'mdan deyishyapti. Qulodimlarni kestirib olsalaring bo'ldi. Aka, ovqat yeyishlari yaxshimi? Ovqat yeyveradi. Bu narsa yeyveradi. Ota-onasi o'zida toza. Videolari bor. Necha kilo bo'ladi aka? 60 kilo, 65 kilo bo'ladi. 65 kilogacha bo'ladi akalar. Qo'riqchilikka olsalaring bo'laveradi. Holatlari udan.
3ta erkak mana akalar. Xohlaganlaringni tanlab olaverasizlar. Dastavkalarni 12 ta viloyatga qilib beramiz. Qanaqa? Ovchi? Ovchi itimiz egalari 1 million so'm deyapti, erkak ekan. Kami bor, 5 oylik. 5 oylik. Holatlari. 1 million kami bor. 5 oylik kuchi erkak. Akalar mana shu itimiz ham sotuvdi ekan. Bunga 1.5 Akasi Samarqanddan olganmiz deyapti. Katta bo'ladigan it deyapti egalari. Mana. Erkak. Qo'riqchilik kosalaring bo'laveradi. Akalar labrador chiqibdi. Urg'ochi bir marta tuqqan. Narxini 1,5 million narx aytishyapti akalar. Holatlari yaxshi. Endi buni apartirovkalarini ko'rish kerak, apartirovkalari bor. Deyishyapti egalari. Narxi 1,5 million. Bir marta tuqqan, holati zo'r, qo'riqchilik qiladi. Yosh bolalarga tegmaydi. Akalar, britanskiy mushukchalarimiz ketdi, seri. Bunaqa sariqdan. 4, 5 Можно открывать? Нет, открывать нет. Что, они выбегут. Что? Mana 600 ming so'mdan narx aytishyapti shu mushukchalar. Kis 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 kis. 5 штук принесла. Сколько 4 месяцев? мальчика, одну девочку. Одну Сколько девочку месяцев она ему? купила. 3 месяца. 3 oylik ekan, Двоих вот в класс 600 ming отдали so'mdan через narx aytishyapti. интернет, вот через это. И вот вас оставили.